Alaykum hammaga. Bugun sizlarga bitta yaxshi foydali video qilamiz. Ko'pchilik qo'y so'ydirganda bugun bir ukamiz ehsonga so'ydirdilar. Alloh qabul qilsin. Ko'pincha shu go'sht rasamat qilishda xatolar bo'ladi. Ayniqsa qassob shoshib chiqib ketsa, egasini o'ziga tashab. Egasini o'zi yoki qo'rg'ani o'zini yoki sonni o'zini paketlab qo'yadi. Ko'pincha. Shuning uchun bilmaganlarga yaxshi ma'lumot bo'ladi, yaxshi video bo'ladi. Shuning uchun misol uchun mana bitta ozgina yaqinlashtirib mana ozgina ko'rsatamiz. Bitta songa ularni ham iloji boricha maydalab olinadi. O'zi bu kichkinaroq qo'chqor 20 bilan 25 kiloni atrofida zakaz shunaqa bo'lgan. Shuning uchun yog'sizroq, kichkinaroq qo'zi bu. Oldiga bitta qo'rg'a, bitta son. Agar ja kamlik qilsa, oldiga yana bitta ozgina go'sht qo'shib turib, yaqinroq kelasiz. Taxminan 1,5 kilo atrofida bo'ldi shu. Bunga yana dumbalarni ham bunaqa mayda ko'rinishga keltirib olib, ozgina dumba qo'shamiz. Mana taxminan 1 kilo 800, 2 kilo, kimdir 1,5 kilodan fasovka qilib bering deydi. Kimdir